Tafsiri muyassar. Zaminning sizlarni tavritib etmasligi uchun Alloh uningga mustahkam tog'larni o'rinlashtirdi. So'g'i bo'lgan hojitinglarni qondirishinglar uchun eriq o'stinglarni, nishonlagan yeringlarga yetib berishinglar uchun yo'llarni barpo qildi. Alloh sizlarga kunduzda yo'l ishoratlarini qilib bergandek, kechida yulduzlarni yo'l ko'rsatguchi qilib berdi. Bu narsalarning hammasini va boshqa narsalarni yaratgan Allohni hech narsani yaratolmaydigan ashu soxta ilohlarga o'xshash qilib olamsizlar. Sizlar Allohning ulug'ligini o'ylamamsizlar. Qandoqmi Allohning o'ziga ibodat qilmaysizlar. Agar Allohning sizlarga ato qilayotgan ne'matlarini sanasanglar, sonining va turining ko'pligidan uni hisoblab ololmaysizlar. Sheksizki Alloh sizlarga nihoyat mag'firat qilguvchi va nihoyat mehribondir. Chunki Alloh sizlarning ne'matga shukr qilishga kamchiliklaringlarni afu qiladi. Gunohinglar sababli ne'matini sizlardan to'xtatib qo'ymaydi. Sizlarni jazolashga oldirab ketmaydi. Alloh sizlarning hamma amalinglarni bilib turadi. Mayli yoshiringlar yoki kishilarga oshkor qilinglar, hamma ishinglar Allohga ayondir. Allah shuningga asosan sizlarga mukofot yoki jazo beradi. Mushriklar cho'qinayotgan soxta ilohlar hech narsani yaratolmaydi. Balki bu narsalar kofirlar o'z qo'llari bilan yasab olgan narsalardir. Ular mushundoq narsalarga qandoq ibodat qiladi? O narsalarning hammasi jonsiz narsalardir. O narsalarda hayotlik yo'q. Ular o'zlariga cho'qingan mushriklarning qachon tirildirilganligini uqmaydi. O narsalar qiyomat kuni mushriklar bilan birga do'zaxga tashlanadi. Sizlarning ibodat qilinishga loyiq bo'lgan ilohinglar birli iloh bo'lib, u Allohdir. O'lgandan keyingi tirilishga ishonmaydiganlarning dillari Allohning birligini inkor qilg'uchidir. Shunga Allohning azobidan qo'rqmaydi. Ular haqiqatni qabul qilishdan, yolg'iz Allohga ibodat qilishdan bosh tortquchilardir. Hech bir shak yo'qki, Alloh albatta ularning e'tiqodidan, amallaridan va gap so'zlaridan nimani yoshirsin va nimani oshkor qilsin, hammani bilib turadi. Shuningga asosan ularga mukofot yoki jazo beradi. Sheksizki Alloh ibodatdan, itoatdan bosh tortquchilarni do'st tutmaydi. Ularni bu mutakabbirligi sababli jazolaydi. O mushriklar Muhammad alayhissalomga nozil qilingan Qur'on haqida so'ralsa yolg'on aytib, tuhmat qilib, u qadimkilarning afsonalaridan boshqa hech narsa ilib kelmadi deyishadi. Ularning oqibati qiyomat kuni o'zlarining gunohlarini va o'zlari yolg'on aytib, islomdan ozdirgan kishilarning gunohlarini to'liq ustiga elishdan iborat bo'ladi. Ularning gunohidan hech qanday narsa afu qilinmaydi. Ular ustiga yuklab olgan gunohlar nima deganni aman. Bu mushriklardan ilgirki kofirlarmi o'z payg'ambarlariga va ular elib kelgan dinga qarshi suiqasdlarni planlagan edi. Allah ularning kufridan turg'izilgan binosini tal to'kis gumron qilib edi. Uning o'g'zisi ularning ustiga tushdi. Azab ularga o'ylamagan yerdan keldi. Ular o'zlariga mundaq azobning kelishini xiyoliga keltirmagan edi. Ondan keyin Alloh ularni qiyomat kuni qattiq azob bilan rasvo qiladi va ularga sizlar menga shirik qilib olgan ilohlaringlar qani? Ular sizlarga tushgan azobni to'sib olsichu. Sizlar mushu soxta ilohlaringlarni qo'g'dash uchun payg'ambarlarga va mu'minlarga dushman bo'ldinglar. Ularga qarshi urush qildinglar deydi. Ilm egillari bo'lsa, bugun rasvolik va qattiq azob albatta Allohning payg'ambarlarini inkor qilgan kofirlarga tegishlikdir deydi. O kofirlar haqiqatni inkor qilib o'zlariga ziyon selayotgan paytda farishtalar ularning jinini oladi. Ular o'limni ko'rgandan keyin Allohning amriga bo'ysunadi va ilgari botlarga cho'qinganligini inkor qilib, biz hech qanday yomon ish qilmagan edik deyishdi. Ondan ularga yolg'on aytdinglar. Sizlar barcha yomon ishlarni qilatdinglar.
Sheksizki Allah sizlarning barliq qilmishinglarni to'liq bilgichidir. Sizlar endi mangu qoladigan jahannamning darvozalaridan kiringlar. Allohga iymon etishdan va uningga ibodat qilishdan bosh tortgan mutakabbirlarning boradigan joyi nima degan yomon deydi. Allohdan qo'rqadigan mu'minlarga Allah Muhammad alayhissalomga nimalarni nozil qildi deyilsa, ular Allah uningga yaxshilik va hidoyat nozil qildi deyishidi. Yaxshi amallarni qilgan kishilarni iymonga da'vat qilgan kishilar bu dunyoda keng rizqqa, yordam va nusratga erishidi. Ular oxiratda erishadigan yaxshiliklar bu dunyoning barliq ne'matlaridan albatta yaxshidir. Allohdan qo'rqadigan taqvodor kishilarning turalg'usi bo'lgan jannat nima degan go'zal. Ular qasrlarining va dal-daraxtlarning ostidan o'sanglar eqib turadigan mangulik jannatlarga kiradi. Ular o jannatlardan qat'iy chiqarilmaydi. O jannatlarda ularga ko'ngli tortgan narsalarning hammasi bor. Allah o'zining azobidan qo'rqib, mukofotini umid qilib yaxshi amallarni qilgan taqvodor kishilarni ana shundoq mukofotlaydi. Farishtalar ularni kufrdan va barliq gunohlardan pok holatida vafot qildirdi. Oxiratda ularga xo'sh keldinglar, barliq azoblardan omon bo'linglar. Allohga iymon etish va uningga itoat qilish qatorliq yaxshi amalinglar yuzidan jannatga kiringlar deydi. Mushriklar jon og'uchi farishtalarning ularning kofirlik holatida jinini elish uchun kelishini yoki Allohning ilgirki kofirlarni halok qilgandek ularni halok qilish amirining kelishini kutdi. Allah ularga uval qilmadi. Balki ular Allohning azobiga tegishli bo'lib, o'ziga o'zi zulm qilgan edi. Ularga qilmishlarining jazosi tushdi. Ilgari o'zlari masxira qilgan azob ularni har tarafidan qorishib oldi. Mushriklar agar Allah bizning boshqalarga cho'qinmay, faqat Allohning o'ziga ibodat qilishimizni xohlagan bo'lsa-edi, biz va ota-bobolarimiz Allohni qo'yib, hech narsaga cho'qinmagan bo'lardik va Allah harom qilmagan hech narsani harom demagan bo'lardik dedi. Bulardan ilgirgi kofirlarimiz shundoq oqmas gaplarni qilgan edi. Ularning hammasi yolg'onchilardir. Allah ularni iymon etishga buyurdi. Kufrlikdan to'sdi va ularga buyurilgan ishni qilishda ixtiyor va kuch-quvvat ato qildi. Ularning payg'ambarlarning da'vatiga ergashmay, o'zlarining kofirligini davomlashtirganligini qazo va qadarga ortib qo'yishi qat'iy to'g'ri emas. Payg'ambarlarning mas'uliyati dinni tushunishlik qilib yetkazishdan iboratdir. Biz haqiqatan har bir ummatga Allohga ibodat qilinglar, o'zinglar paydo qilib olgan soxta ilohlardan yiroq turinglar deb ularni ogohlantirgan payg'ambar avatdik. Ularning orasidagi Alloh hidoyat qilgan kishilar payg'ambarlarga ergashdi. Kofirlikda chang turib olganlar ozg'unlikqa tegishlik bo'ldi. Allah ularni hidoyatga muvaffaq qilmadi. Yer yüzini kezinglar, payg'ambarlarni inkor qilganlarning oqibatining qandoq bo'lganligini o'z ko'zinglar bilan ko'ringlar. Ey payg'ambar, sen ashu mushriklarni hidoyatga boshlash uchun qanchalik tirishsangmi shuni bilginki, Allah ozg'unlikda qoldirgan odamni hidoyat qilmaydi. Ularga Allohdan boshqa hech kim yordam qilmaydi va ularni Allohning azobidan hech kim qutqizib qo'yolmaydi. Ashu mushriklar o'lib, jiyasi tuproqqa aylanib ketgan odamni Allah tirildirmaydi deb Allohning nomi bilan qattiq qasam ichishdi. Amaliyat hargiz ular degandek emas. Balki Allah barliq o'liklarni cho'qim tirildirdi. Bu Allohning va'dasidir. Allah va'dasini cho'qim amalga oshiradi. Lekin insonlarning to'lisi Allohning o'liklarni tirildirishga qodir ekanligini bilmaydi. Chunki ular buni inkor qiladi. Allah bandalarga o'lgandan keyingi tirilishdan iborat ular ixtilof qilishgan haqiqatni bayon qilib berish uchun mu'minlarning o'zlarining haqiqat ustida ekanligini bilishi uchun kofirlarga o'zlarining ozg'inlikda ekanligini
ve Allah o'liklarni tirildirmaydi deb qasam ichishda sheksiz yolg'onchi ekanligini bildirib qo'yish uchun qiyomat kuni jimi bandalarni tirildiradi. Sheksizki o'lganlarni tirildirish bizga nihoyat osondir. Chunki biz biror ishni iroda qilsak, uningga bo'l deymizda, u shu hamon bo'ladi. Allah yo'lida o'z yurtidan ayrilgan, zulmga uchirgandan keyin hijrat qilgan kishilarni dunyoda cho'qim yaxshi joyga o'rinlashtiramiz. Oxiratning mukofoti texmi cho'ngdir. Chunki oxiratning mukofoti jannatdir. Hijratdan qeyb qolg'uvchilar Allah yo'lida hijrat qilgan muhojirlarga Allohning dargohida tayyorlangan esil mukofotlarni bilsidi, ulardan hech kim hargiz hijratdan qeyb qolmaydi. Allah yo'lida hijrat qilgan ashu muhojirlar Allohning buyurganlarini o'rindashda va Alloh to'sgan ishlarni tashlashda chidamliq bo'lgan. Yetgan balo qazolarga sabrlik bo'lgan, Allohga ishonch bilan taynadigan kishilardir. Şunlar mushundoq esil mukofotlarga va eng oliy martabalarga tegishlikdir. Tafsirim muyassar. Bir guruhi ulamolar nashrga tayyorlagan. Tarjima qilguvchi Muhammad Yusuf Muhammad Tursun. Muharrir Abdurrahim Davlat. Korrektor Abdulaziz Aqhun. 2020-yili yanvar 1-nashri. Teklimakan Uyg'ur nashriyoti tarafidan nashr qilingan. Mikrofon oldida İmran Abdug'ani Sadai. Bu asar avlod detallarida tarqitildi.